Assalomu alaykum aka. Mana eshiklarni ham qo'yib oldik. Eshiklar yaxshi, yomon emas, zo'r. Qo'llar dard ko'rmasin, yaxshi chiqdi. Mana eshiklarni qo'ydirib oldik joy-joyiga. Eshik ochilib yopilishlari ham yaxshi. Hali remont tugagan hali. Bugun bor edi, mana Xudo xolasa. Ketib qo'ygan yo'q, nolga olib qo'yib berdi. Ustalarim baraka topsin. Katta rahmat aka. Xudo xolasa bu tomonda ham imoratlarimizda eshiklari bor. Ularni ham o'zimizga qo'ydiramiz, Xudo xolasa. Mana bu yerda bitta eshik qo'yamiz, Xudo xolasa. Mana bu yerga, mana bu yerga va mana bu yerga. 4 eshik va akamning hovlisi. O tomonga ham